Assalomu alaykum. Amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun 8-avgust 2017-yil. Washingtondan men Farog'at Eshbekova. AQSh Kongressi vakillari palatasining yetakchi a'zosi Steny Hoyerning aytishicha, qonunchilar Eronni yangi sanksiyalar bilan jazolash harakatida yakdil. Demokratlarning quyi palatadagi sardori bu haqda Quddus shahrida so'zlagan. Eron masalasiga kelganda, deydi u, har ikki partiya a'zolari ovoz berishda birdamlik ko'rsatdi. 236 demokrat va 193 respublikachi Eron ballistik raketa sinovi uchun inson huquqlarini poymol etayotgani uchun, terrorizmni qo'llab-quvvatlayotgani uchun sanksiyalarni kengaytirishga ovoz berdi. Har ikki partiya bu masalada juda ham birdam, deydi kongressmen. Hoyer bilan Isroilga vakillar palatasining o'tgan saylovda saylangan 53 a'zosi hamda respublikachilar sardori Kevin McCarthy borgan. Kongress qabul qilgan qonun loyihasini prezident Donald Trump imzoladi. Unda Eron ballistik raketa dasturi ustida ishlayotgan va ularga yordam berayotgan shaxslarga sanksiyalar qo'yiladi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bugun Tailand poytaxti Bangkokga borib, yuqori lavozimli rasmiylar bilan muloqot qildi. U qo'shni Malayziyaga o'tishdan oldin Bangkokning mashhur katta saroyida ham bo'ldi. Yakshanba kuni mintaqaga tashrif buyurgan Tillerson Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi ASEAN vazirlari majlisida qatnashdi. Shimoliy Koreya yadro dasturi xususida ittifoqchi davlatlar bilan gaplashmoqda. AQSh bosh diplomatiga ko'ra, agar Pxenyan dunyo hamjamiyati bilan muloqot boshlamoqchi bo'lsa, avval ballistik raketalar sinovlarini bas qilishi zarur. Shimoliy Koreya dasturdan voz kechish niyati yo'qligini bildirdi. Pxenyan yadro qurollarini yaratish rejasidan ham qaytmoqchi emas. Kommunistik davlatning BMTdagi vakolatxonasi bayonotiga ko'ra, raketa sinovlari uchun unga qo'yilgan sanksiyalar mamlakat suverenitetini paymol qilmoqda. Filippin poytaxti Manilada o'tgan xavfsizlik anjumanida Shimoliy Koreya vakiliga ko'ra, yadro qurollari yoki ballistik raketa dasturlari hech bir payt to'xtatilmaydi. Pxenyan BMT Xavfsizlik kengashi sanksiyalarini keskin qoraladi. Uning ittifoqchilari Xitoy va Rossiya hujjatni yoqlab chiqdi. Agar Xitoy sanksiya talablariga to'liq rioya qilsa, Pxenyan iqtisodiyoti 1 milliard dollargacha zarar ko'rishi mumkin. Prezident Donald Trump Nyu-Jersi shtatidagi golf klubida dam olmoqda. Ta'tilga qaramay, Trump Osiyo bo'ylab safar qilayotgan davlat kotibi Tillerson bilan Shimoliy Koreya mavzusida telefonda aloqa qilib turdi. Ba'zi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, Trumpga saylovda ovoz bergan elektoratning bir qismi undan yuz o'girmoqda. Prezident bu ma'lumotlarni inkor etarkan, unga ko'ra tarafdorlari aksincha ko'payib bormoqda. Trumpning saylov paytida Rossiya bilan til biriktirgani haqidagi da'volar, matbuotdagi xabarlar va bir necha tergov reytingining tushishiga bir sababdir. Ammo Trump nazarida bularning barchasi yolg'on. Matbuot saylovdagi raqibi Hillary Clinton mag'lubiyatini ana shunday bahonalar bilan izohlamoqda. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Men Farog'at Eshbekova. Xayr, salomat bo'ling.